Tasavvur qiling, sizning korxonangiz bir kunda yillik aylanmasiga teng bo'lgan bitta shartnomani qo'lga kiritdi. Bu ertak emas, bu tenderlar dunyosi. Ko'plab biznes egalari tenderlarning yopiq eshiklar ortidagi o'yin deb o'ylashadi. Lekin aslida bu biznesingizni yangi bosqichga olib chiqadigan eng katta imkoniyatdir. Assalomu alaykum, men Maqsudbek Xalilov. Bugun biz siz bilan murakkabdek tuyulgan, ammo har qanday rahbar bilishi shart bo'lgan mavzu tenderlar haqida gaplashamiz. Tender o'zi nima? U qanday qilib sizning biznesingizni o'yinchidan bozor yetakchisiga aylantirishi mumkin? Keling tubidan boshlaymiz. Tender so'zi inglizcha tender, ya'ni taklif etish ma'nosini bildiradi. Qiziqarli fakt shuki, ilk rasmiy tenderlar 16-17 asrlarda Buyuk Britaniyada harbiy flotni ta'minlash uchun o'tkazilgan. O'shanda qirol floti uchun sifatli yog'och yoki oziq-ovqat kerak bo'lganda eng yaxshi narx va sifatli taklif qilgan savdogar tanlab olingan. Bugun esa bu tizim ekosistemaga aylanib ketdi. Ko'pchilik so'raydi, menimcha sizni ham qiziqtirgan savol, nega davlat yoki yirik korporatsiyalar, masalan 100 ta notebook kerak bo'lsa, shunchaki do'konga borib sotib qo'ya olmaydi? Nega jarayonni murakkablashtirib tender e'lon qilishadi? Javobi oddiy va u 3 ta ustunga asoslanadi. Birinchidan, shaffoflik va adolatli raqobat. Tasavvur qiling, sizda eng yaxshi mahsulot bor, lekin tanish bilishingiz yo'q. Tender tizimi sizga ko'chadan kelib yirik shartnomani yutish imkonini beradi. Bu yerda qarorni inson emas, raqamlar va hujjatlar qabul qiladi. Ikkinchidan, korrupsiyaga qarshi kurashish. Tender bu budjet mablag'larini o'zining odamlariga tarqatilishiga to'siq. Davlat va xalqaro moliya institutlari loyihani moliyalashtirishdan oldin qat'iy tender talablarini qo'yadi. Bu pulni himoya qilish mexanizmi hisoblanadi. Uchinchidan, samarali boshqaruv. Bozorga shunchaki chiqish qimmatga tushishi mumkin. Tenderda esa o'nlab korxonalar bir-biri bilan raqobatlashib, eng optimal narx va eng yuqori sifatni taklif qilishadi. Bu xaridor uchun iqtisod, yetkazib beruvchi uchun esa barqaror buyurtma demakdir. Xulosa qilsak, tender bu shunchaki qog'ozbozlik emas, bu professional biznesning o'yin qoidasi hisoblanadi. Agar siz hali ham tenderlarda ishtirok etmayotgan bo'lsangiz, demak bozoringizning katta qismini raqiblaringizga berib qo'yapsiz. Keyingi videolarimizda tenderlarning turlarini ham aytib o'tamiz. Ushbu video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Tenderlar bo'yicha to'liq o'quv kursimizni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani bosishni unutmang. Savollaringizni izohlarda qoldiring, albatta javob berib chiqamiz. Biznesingiz rivojiga hissa qo'shish vaqti keldi. Rahmat hammaga.